obzorcha qilaylik buni shkurkasini ham. Qo'llarimiz qo'naganini klientda ko'rsin o'g'li. Hech kim like tasbga bosmaydi. Bag'ri tosh odamlar. Shkurka qilinadi. Keyin astar sepiladi. Gruntovka. Ikkinchi sloyga shkurka yana qilinadi. Keyin buni orqasidan bitek emal sepiladi. Bir sloy lak sepiladi. Yana bir marta yengil shkurka qilinadi. Yengil shkurkalarimiz bor. Yevro shkurkalar bor. Qaniydi u? Mana. Shkurkalardan yevro shkurkalar bu. 3D shkurka. Bu bilan birga o'tiladi. Keyin jemchug yoki finishni kraska, krem, oq kraskalar har xil tabga qarab sepiladi.